Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch mavzuni muhokama qilamiz. So'nggi paytlarda pensiya to'lovlari tartibida jiddiy va keng qamrovli o'zgarishlar yuz berdi va bu o'zgarishlar sizning oilangizning moliyaviy ahvoliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu faqat ba'zilarga tegishli emas, balki har bir nafaqaxo'rga, yaqin nafaqaxo'rga, yaqin orada nafaqaga chiqadiganlarga, umuman pensiya tizimi bilan bog'liq bo'lgan barchaga daxldor. Bu shunchaki kichik minglab insonlarning moliyaviy barqarorligi va kutilmagan qiyinchiliklar o'rtasidagi farqni anglatishi mumkin bo'lgan fundamental o'zgarishlardir. Shuning uchun bu videoni boshdan oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni iltimos qilaman. Kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi va bu bizga ham siz uchun foydali kontent yaratishda motivatsiya beradi. Keling, avvalroq pensiya tizimi qanday ishlaganini eslab olaylik. An'anaviy tarzda yaqin vaqtgacha ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarini har oyning ma'lum bir kunda odatda mahalliy pochta bo'limlari orqali naqd pulda olishardi. Ayrim hollarda esa belgilangan bank filiallariga borib navbatda turib pul olishlari kerak bo'lardi. Qishloq joylarda yashovchilar uchun pochta xodimlari pensiyani to'g'ridan-to'g'ri uyga olib borib berish xizmati ham mavjud edi. Bu esa keksa yoshdagi va jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar uchun juda qulay edi. Bu jarayon ko'p vaqt talab qilishi, navbatlar hosil bo'lishi va ba'zan noqulayliklarga olib kelishi mumkin edi. Shuningdek, pensiyani hisoblashda asosiy e'tibor ish staji va ish haqi miqdoriga qaratilardi. Ko'pchilik ish haqi miqdoriga qaratilardi. Ko'pchilik pensiya miqdorini aniqlashda so'nggi 5 yildagi ish haqi eng muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lganini yaxshi eslaydi. Lekin oxirgi yillarda yuzaga kelgan iqtisodiy o'zgarishlar jamiyatning raqamli transformatsiyasi va to'lov tizimlaridagi tubdan qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Davlatimiz iqtisodiyotini shaffoflashtirish, korrupsiyani kamaytirish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish maqsadida bu o'zgarishlar zarur edi. Xo'sh, hozir nimalar o'zgardi? Eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiya to'lovlarining to'liq raqamlashishi va markazlashuvidir. Endilikda pensiyalar ko'proq bank kartalariga, ya'ni plastik kartalarga avtomatik ravishda o'tkazilmoqda. Pochta bo'limlari orqali naqd pulda olish imkoniyati keskin cheklanmoqda yoki ko'plab hududlarda butunlay bekor qilinmoqda. Bu bir qarashda qulaylikdek tuyulishi mumkin, chunki pulni bankomatdan istalgan vaqtda yechib olish, bank ilovalari orqali to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Ammo ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun bu yangi texnologiyaga moslashish bilan bog'liq jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ularning aksariyati bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Mobil ilovalar bilan ishlashga ko'nikmagan yoki umuman smartfonga ega emas. Bu ularni farzandlari, nabiralari yoki boshqa yaqinlarining yordamiga muhtoj qilib qo'yadi. Bundan tashqari, pensiya hisoblash formulalarida ham ba'zi korreksiyalar kiritildi. Endi nafaqa miqdorini aniqlashda shaxsiy jamg'arib bo'riladigan pensiya hisob varag'idagi mablag'larning o'rni sezilarli darajada ortib bormoqda. Shuningdek, pensiya yoshiga qadar bo'lgan ijtimoiy to'lovlar tarixi ham yanada chuqurroq tahlil qilinmoqda. Bu shuni anglatadiki, pensiya miqdori nafaqat umumiy ish stajiga, balki har bir fuqaroning mehnat faoliyati davomida pensiya fondiga kiritgan shaxsiy badallarning miqdoriga ham ko'proq bog'liq bo'ladi dedi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi tizimni shaffoflashtirish, har bir fuqaroning pensiya to'planishiga shaxsiy mas'uliyatini oshirish va pensiya fondining barqarorligini ta'minlashdir. Lekin shu bilan birga bu o'zgarishlar ba'zi fuqarolarning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa agar ularning ish beruvchilari o'z vaqtida to'lovlarni to'g'ri amalga oshirmagan bo'lsa yoki norasmiy ish haqi olgan bo'lsa. Endi esa eng muhim savolga javob beraylik. Bu o'zgarishlar kimlarga ta'sir qiladi va kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan va bu eng muhim nuqta, pensiyani hali ham naqd pulda pochta bo'limlari orqali yoki uyga yetkazib berish xizmati orqali olayotgan barcha nafaqaxo'rlar. Sizlarga zudlik bilan bank kartasi rasmiylashtirishingiz va pensiyangizni o'sha kartaga o'tkazish tartibini pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida yoki o'zingizga xizmat ko'rsatadigan bankda aniqlashingiz shart. Aks holda pensiya to'lovlari kechikishi yoki umuman to'xtatilishi mumkin. Ikkinchidan, bank kartasiga ega bo'lsa-da, uni faol ishlatmaydiganlar
yoki kartasining muddati tugagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Sizning holatingizda pensiya puli kartaga o'tishi mumkin, lekin siz undan foydalana olmasligingiz ehtimoli bor. Kartangizning faol ekanligini, muddati o'tmaganligini tekshirishingiz va agar kerak bo'lsa, uni yangilashingiz yoki bankka murojaat qilib, blokdan chiqartirishingiz lozim. Uchinchidan, yaqin orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlar. Pensiya hisoblashning yangi metodologiyasi sizning kutilgan pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin. Sizga mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar bilan birga pensiya fondiga to'langan badallarning to'liqligini ham tekshirish tavsiya etiladi. Davlat xizmatlari markazlari yoki MyDocs portali orqali o'zingiz hisobingizning pensiya jamg'armasi hisobingizdagi ma'lumotlarni tekshirib olishingiz mumkin. Kimlar esa kamroq xavotir olishi mumkin. Pensiyalarni allaqachon bank kartasiga olayotgan, bankomatdan yoki mobil ilovalardan bemalol foydalana oladigan, o'z bank kartasining holatini doimiy nazorat qilib turadigan texnologiyaga ushbu o'zgarishlardan ko'p aziyat chekmaydi. Ular uchun bu jarayonlar yanada qulay va shaffof bo'lishi mumkin. Lekin baribir o'z ma'lumotlaringizni tekshirib turish va ogoh bo'lish hech qachon zarar qilmaydi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Chunki hayotiy vaziyatlar bu o'zgarishlarning qanday ta'sir qilishini yanada aniqroq ko'rsatadi. Birinchi misol. Tasavvur qiling, bu Dilbar 7-5 yoshda Toshkent viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashaydi. U umr bo'yi o'z pensiyasini har oyning 10 sanasida mahalliy pochta bo'limidan naqd pulda olardi. Uning uchun bu nafaqat pul olish usuli, balki pochta xodimlari va boshqa qishloqdoshlari bilan suhbatlashish, o'z muammolarini aytish imkoniyati ham edi. Bu Dilbar telefon ishlatishni bilmaydi, shaharga borishga qiynaladi, bank degan joyga umuman qadami yetmagan. Endi esa yangi tartibga ko'ra pochta orqali naqd pul olish imkoniyati keskin cheklanmoqda. Bu Dilbarning oyiga 800 ming so'mlik pensiyasi endilikda uning bank kartasiga o'tkazilishi kerak. Lekin bu Dilbarda bank kartasi yo'q. U bankka borishga qiynaladi, bankomatdan pul yetishni bilmaydi va bunga o'rgatadigan hech kim yo'q. Uning holatida pensiya to'lovlari kechiktirilishi yoki umuman to'xtatilishi mumkin. Chunki pul o'tkaziladigan joy yo'q. Bu vaziyatda uning farzandlari yoki yaqinlari yordamga kelishi shart. Ular bu uchun bank hisob varag'i ochishga, plastik karta olishga va unga bankomatdan qanday foydalanishni o'rgatishga majbur bo'lishadi. Bu qishloq joylarda yashovchi, texnologiyadan uzoq bo'lgan ko'plab nafaqaxo'rlar duch keladigan real muammo. Bu misol shuni ko'rsatadiki, yangi tizim qanchalik samarali bo'lmasin, uning ijtimoiy jihatlari va yoshi ulug' insonlarning moslov qobiliyati ham hisobga olinishi kerak. Agar yordam beruvchi yaqinlari bo'lmasa, buning ahvoli juda og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir oilada keksa avlod vakillarining pensiya olish tartibi bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish va ularga amaliy yordam berish juda muhimdir. Ikkinchi misol. Akmal aka 68 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. U 5 yil avval nafaqaga chiqqan va o'shanda unga o'zining mahalliy bankidan bank kartasi berilgan. Lekin u hech qachon undan faol foydalanmagan. Ya'ni kartaga tushgan hamma pulni darhol bankomatdan naqdlashtirib olgan. Uning kartasining muddati tugaganini yoki uning muddati yaqinlashganini tekshirish esidan chiqqan. Balki karta bloklangan ham bo'lishi mumkin. Endilikda uning 1.200 ming so'mlik pensiyasi avtomatik ravishda shu kartaga o'tkaziladi. Akmal aka har doimgidek bankomatga borib pul yechmoqchi bo'lsa, kartasi ishlamaydi yoki muddati o'tgan bo'lib chiqadi. Uning pullari kartada turadi, lekin uni ishlatishga imkoni bo'lmaydi. Bu holatda Akmal aka darhol o'z pensiya kartasiga xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilishi shart. Kartasini yangilashi agar bloklangan bo'lsa, uni faollashtirish kerak. Aks holda o'z pensiyasidan bir necha hafta yoki hatto bir oy davomida foydalana olmaydi. Bu kichik deb tuyulishi mumkin. Ammo nafaqaxo'rlar uchun har bir so'm muhim. Ayniqsa, kundalik xarajatlar, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, tibbiy xarajatlar yoki dorilar uchun. Ba'zan pensiya kechikishi jiddiy moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'z bank kartalaringizning holatini doimiy ravishda nazorat qilib turish, ayniqsa muddatini tekshirish juda muhimdir. Aksariyat banklar kartaning muddati tugashidan oldin SMS orqali xabar beradi, lekin buni o'zimiz ham nazorat qilishimiz shart. Uchinchi misol. Dildora opa 58 yoshda Farg'ona viloyatida yashaydi va yaqin orada nafaqaga chiqishni rejalashtirmoqda. U 30 yildan ortiq uzluksiz mehnat stajiga ega bo'lib, eski qoidalar bo'yicha ma'lum bir pensiya miqdorini
masalan 500 ming so'm olishni kutayotgan edi. Uning tasavvuricha ko'p yillar ishlagani uchun eng yuqori pensiyalardan birini olishi kerak edi. Lekin yangi hisoblash metodikasiga ko'ra, endi pensiya miqdori nafaqat ish stajiga, balki uning mehnat faoliyati davomida shaxsiy pensiya hisobvarag'iga to'langan ijtimoiy to'lovlar miqdoriga ham bevosita bog'liq bo'ladi. Agar uning ish beruvchisi yillar davomida to'lovlarni to'g'ri va to'liq amalga oshirmagan bo'lsa, yoki Dildora opaning rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa, u kutilgan 500 ming so'm o'rniga masalan 1 million 300 ming so'm pensiya olishi mumkin. Nega bunday bo'ladi? Chunki eski tizimda ish staji va ish haqining umumiy miqdori muhim rol o'ynagan bo'lsa, hozirgi tizimda har bir fuqaroning shaxsan jamg'arib borgan mablag'lari, ya'ni uning pensiya fondiga kiritgan real hissasi asosiy hisoblanadi. Bu adolatliroq bo'lishi mumkin. Chunki kim qancha hissa qo'shsa, shuncha oladi degan tamoyilga asoslanadi. Ammo o'z vaqtida o'z hisob varag'ini tekshirmaganlar uchun bu kutilmagan salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Mehnatga layoqatli yoshdagi fuqarolarga o'z ish beruvchilarining pensiya jamg'armasiga o'tkazayotgan badallarni muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi. Buning uchun MyBank.gov uz portali orqali yoki pensiya jamg'armasiga bevosita murojaat qilish orqali ma'lumot olish mumkin. Bu nafaqat kelajakdagi pensiyangizni nazorat qilish, balki ehtimoliy qonunbuzarliklarning oldini olishga ham yordam beradi. Albatta, har bir qoidaning o'z istisnolari bor. Yangi pensiya to'lovlari tartibida ham shunday holatlar mavjud bo'lib, ularni bilish juda muhimdir. Masalan, juda keksa yoshdagilar, ya'ni 90 yoshdan oshganlar, nogironligi tufayli uydan chiqa olmaydiganlar yoki jiddiy kasalliklar sababli yotoqda yotganlar uchun pensiyalar hali ham pochta xizmati orqali uyiga yetkazib berilishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya olish tartibi alohida tartibda ko'rib chiqiladi va pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish orqali rasmiylashtiriladi. Agar sizning yaqinlaringiz orasida shunday insonlar bo'lsa, ularning holatini pensiya jamg'armasi bilan kelishib olishingiz va ularning pensiyasi o'z vaqtida qulay usulda yetkazilishini ta'minlash choralarini ko'rishingiz kerak. Shuningdek, ba'zi olis va chekka qishloqlarda bank infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan joylarda aholining imkoniyatlaridan kelib chiqib eski tartibda naqd pulda pensiya olish imkoniyati vaqtincha saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu holatlar doimiy emas va raqamli transformatsiya jarayoni davom etishi bilan kamayib boradi. Hukumatning maqsadi barcha hududlarda raqamli to'lovlarni joriy etishdir. Shuning uchun imkoni boricha yangi tizimga moslashishga harakat qilish muhimdir. Chunki ertam-kechim siz ham shu tizimga o'tishingizga to'g'ri keladi. Endi esa eng xavfli qismga, ya'ni tuzoqlarga to'xtalib o'tamiz. Afsuski, har qanday yangi tizim joriy etilganda firibgarlar ham bundan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga urinadilar. Sizga pensiyangizni o'zgartirish, yangilash yoki qo'shimcha to'lovlar olish bahonasida qo'ng'iroq qilib, karta raqamingiz, kartaning orqa tomonidagi CVV kodingiz yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini so'rashlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Hech qachon bu ma'lumotlarni hech kimga bermang. Bank xodimlari ham, pensiya jamg'armasi vakillari ham sizdan bunday ma'lumotlarni so'ramaydilar. Agar shunday holatga duch kelsangiz, darhol aloqani uzing va bankning ishonch telefoniga murojaat qiling. Firibgarlar juda ustalik bilan ish olib borishadi. Ular o'zlarini rasmiy tashkilot vakilidek ko'rsatishadi. Shuning uchun juda hushyor bo'lish kerak. Yana bir tuzoq, bu tizimdagi noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zan sizning ish stajingiz, ish haqingiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasining elektron bazasida noto'g'ri aks etishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki ma'lumotlardagi xatolar kam pensiya hisoblanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringizni doimiy ravishda tekshirib turish juda muhim. Agar biror novofiqlik topsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, hujjatlar asosida to'g'rilash choralarini ko'ring. Shuningdek, yangi plastik karta berish jarayonida yoki pensiya hisob varag'i ma'lumotlarini o'zgartirishda ma'lum kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa pensiya to'lovlarining o'z vaqtida kelishini kechiktirib, moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi ehtimoli bor. Moliyaviy savodsizlik ham katta tuzoqdir. Bankomatdan foydalanishni bilmaslik, PIN kodni yoddan chiqarish yoki o'z kartasini boshqalarga, hatto yaqin qarindoshlariga berish kabi holatlar nafaqaxo'rlarni firibgarlik qurboniga aylantirishi mumkin. Har doim o'z PIN kodingizni sir saqlang va uni hech kimga aytmang.
noma'lum, ammo juda muhim bir nechta nozik jihatlar ham mavjud. Birinchidan, pensiya hisob varag'ingizni shaxsiy mobil telefon raqamingizga bog'lashni unutmang. Bu sizga har bir pensiya tushganda yoki undan pul yechilganda SMS xabarnomalar olish imkonini beradi. Bu sizning moliyaviy nazoratingizni kuchaytiradi va firibgarlikdan himoya qiladi. Chunki siz kartangizdagi har qanday harakatdan xabardor bo'lasiz. Agar qandaydir shubhali tranzaksiya sodir bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib kartani bloklashingiz mumkin. Ikkinchidan, mahalla qo'mitasining roli. Agar siz yoki yaqinlaringiz yangi tizimga moslashishda qiynalayotgan bo'lsangiz, mahalliy mahalla qo'mitasiga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga bankka borishda, hujjatlarni rasmiylashtirishda yoki hatto bankomatdan foydalanishni o'rgatishda yordam berishi mumkin. Ko'pgina mahallalarda keksa yoshdagi fuqarolarga yordam berish bo'yicha ixtiyoriy guruhlar yoki mas'ul shaxslar mavjud. Uchinchidan, ishonchli vakil tayinlash imkoniyati. Agar siz jismoniy jihatdan pensiyangizni shaxsan olishga qiynalsangiz, notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirib, ishonchli vakil tayinlashingiz mumkin. Bu sizning farzandingiz, nabirangiz yoki boshqa yaqin qarindoshingiz bo'lishi mumkin. U sizning nomingizdan bankdan pul olishi yoki boshqa operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin. Faqatgina ishonchnomaning muddati va unda ko'rsatilgan vakolatlarga e'tibor bering. Ishonchnoma muddati tugagach, uni yangilashni unutmang. To'rtinchidan, muddatdan oldin pensiyaga chiqish yoki maxsus pensiya turlari uchun shartlarda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Agar siz shunday imkoniyatlardan foydalanishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, tegishli qonunchilikni diqqat bilan o'rganishingiz yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz shart. Bu boradagi talablar va hujjatlar ro'yxati o'zgarishi mumkin. Xo'sh, hurmatli do'stlar, endi eng muhimiga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu videodan olgan bilimlaringizni amalda qo'llash va o'z moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlash uchun nimalar qilishingiz kerak? Mavjud pensiya olish usulingizni aniqlang va tekshiring. Siz hozir pensiyani qanday olyapsiz? Naqd puldamisiz? Pochta orqali yoki allaqachon bank kartasigami? Agar naqd pulda olayotgan bo'lsangiz, bu birinchi navbatda harakat qilishingiz kerak bo'lgan soha. Kechiktirmasdan bankka murojaat qiling. Agar bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, kartangizning muddati o'tmaganmi? Faolmi telefon raqamingizga bog'langanmi? Tekshiring. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, hisobingizdagi pul qoldig'ini tekshirib ko'ring. 2. Bank hisob varag'i oching va bank kartasi oling. Agar yo'q bo'lsa, agar siz hali ham pensiyani naqd pulda olsangiz, zudlik bilan o'zingizga qulay bo'lgan bankka murojaat qiling va pensiya hisob varag'i ochtiring. Odatda bu hisob varaqqa bepul xizmat ko'rsatiladi va sizga maxsus pensiya kartasi beriladi. Pasportingiz bilan borish kifoya. Bank xodimlari sizga barcha zarur hujjatlarni to'ldirishda yordam berishadi va kartadan foydalanish tartibini tushuntirib berishadi. Bu jarayon bir necha kun talab qilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmang. Pulni o'z vaqtida olish uchun oldindan harakat qiling. 3. Pensiya miqdori va ma'lumotlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, o'z shaxsiy ma'lumotlaringiz, ish stajingiz va pensiya hisoblashda ishlatilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring. Buni elektron shaklda, ya'ni Maytongo.gov o'z portali orqali ham amalga oshirish mumkin. Maytongo.govga kirib shaxsiy kabinetga o'ting va pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar qandaydir nomuvofiqlik topsangiz, masalan, ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa yoki ish haqi noto'g'ri aks etgan bo'lsa, darhol tuzatish choralarini ko'ring. Buning uchun qo'shimcha hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. 4. Telefon raqamingizni kartangizga bog'lang. Bankdagi xizmat ko'rsatuvchi xodimdan pensiya kartangizga SMS xabarnoma xizmatini ulashni so'rang. Bu har bir pensiya tushgan har bir tranzaksiya, masalan, pul yechish, to'lovlar haqida sizni xabardor qilib turadi. Bu juda muhim xavfsizlik chorasi hisoblanadi. 5. Yordam so'rashdan tortinmang. Agar sizga bankomatdan foydalanish qiyinlik tug'dirsa yoki bankda hujjatlarni to'ldirishda yordam kerak bo'lsa, o'z farzandlaringiz, nabiralaringiz, yaqinlaringizdan yoki mahalla qo'mitasi vakillaridan yordam so'rang. Banklarda ham keksa yoshdagi mijozlar uchun maxsus maslahatchilar bo'lishi mumkin. Ulardan yordam so'rashga uyalmang. Ular sizga ko'mak berishga tayyor. 6. Hujjatlaringizni to'g'ri saqlang. Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz, yangi nafaqaxo'rlar uchun va bank kartangizni ehtiyot qiling.
hech kimga shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa karta raqamingiz, PIN kodingiz va tasdiqlash kodlarini bermang. Ularni faqatgina o'zingiz bilishingiz kerak. 7. Ashtirish shubhali holatlarni xabar qiling. Agar sizga firibgarlik urinishlari bo'lsa yoki g'alati qo'ng'iroqlar kelsa, darhol huquqni muhofaza qilish organlariga, ichki ishlar bo'limiga yoki bankning ishonch telefoniga xabar bering. Vaqtingizni yo'qotmang, chunki bu sizni katta yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. Ashtirish qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari, pensiyani hisoblash, qayta hisoblash, ma'lumotlarni aniqlashtirish, pensiya olish usulini o'zgartirish, masalan, naqd puldan kartaga bo'yicha. Ashtirish o'zingizga xizmat ko'rsatuvchi bank kartasi olish, yangilash, blokdan chiqarish, SMS xabarnoma ulash, bankomatdan foydalanishni o'rganish bo'yicha. Ashtirish mahalla qo'mitasi amaliy yordam va maslahat olish uchun, ayniqsa keksa va yordamga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun My-Tokpuz portali elektron tarzda o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, pensiya hisob varag'ingizdagi ma'lumotlarni tekshirish, ba'zi arizalarni yuborish uchun. Bu eng tezkor va qulay usullardan biri. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasport asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi. Agar yangi nafaqaxo'r bo'lsangiz, mehnat daftarchasi yoki mehnat stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bank kartasi agar mavjud bo'lsa, uni yangilash yoki blokdan chiqarish uchun. Ishonchnoma agar pensiyani boshqa shaxs olsa, notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. Arizalar, blankalar pensiya jamg'armasi yoki banklarda beriladi va ularni to'ldirishda xodimlar yordam berishadi. Ushbu ko'rsatmalar sizga yangi tizimga tez va oson moslashishga yordam beradi degan umiddaman. Bu o'zgarishlar sizning hayotingizni qiyinlashtirish uchun emas, balki kelajakda pensiya tizimini yanada mustahkam va shaffof qilish uchun qilinganini unutmasligimiz kerak. Xulosa qilib aytganda, hurmatli do'stlar, pensiya to'lovlari tizimidagi bu o'zgarishlar jiddiy va har bir nafaqaxo'rdan faollikni talab qiladi. Lekin qo'rqishning hojati yo'q. Bu o'zgarishlar tizimni yanada shaffof, qulay va samarali qilishga qaratilgan. Sizdan talab qilinadigan esa xabardor bo'lish, kerakli choralar ko'rish va yordam so'rashdan tortinmaslik. Unutmang, siz yolg'iz emassiz. Sizga yordam berishga tayyor bo'lgan ko'plab tashkilotlar va insonlar bor. Bugungi videodan siz uchun qanday yangiliklar bo'ldi? Siz bu o'zgarishlarga qanday qarayapsiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz kelajakda ham siz uchun shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.